Assalamualaikum qarindoshlar. Bütün dünyadaki vatandaşlarım, qanday ahvalinglar, yaxshimi? Mushu og'riq silahlardan Allah hammamizni aman qilsin. Vatan ichi teshiriki bu taqalgan kasallardan barliq qarindoshlarimizni aman eson qilsin. Hammanglarga samimiy salom, oliy ehtirom. Men bugun bu yerga chiqishim mushu 15 kunning mobaynida bo'lib atgan namoyishlar to'g'riliq chiqdim. Mushundaq kasal bo'layotgan kasal to'qayotgan vaqtlardimi? Bizning xalqimiz Wang Yi kelgan vaqtida aynan Norvegiyada chiqib, Wang Yi'ning vatvarigini chiqirib ko'rdinglar, o suiqasdlarini bir tiyin qilib, Yevropaning hamma yerda Xitoy diplomatlari qayerda bo'lsa, Uyg'ur jangchilari shu yerda namoyishda bo'ldi. Yana uningdan sirt Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasining namoyishi minimish 2 oydan beri davomlashyapti. Hatta Fransiyaga berib, Belgiyada to'xtamay namoyish olib beryapti. Yana uningdan sirt tashkilotlarimiz dunyoning hamma yerida namoyish olib beryapti. Uningdan sirt mushu Amerikaninki Uyg'ur masalasining genocide biz aralashimiz degan gapdan keyin Amerikaga rahmat yozsundimmi nurg'un tashkilotlarimiz va barliq faaliyetçiler o'ttirg'i chiqib namoyish qildi. Yana mana bugun 2-3 kun bo'ldi, o'zinglar ko'rdinglar. Yahudilar qirg'inchiligining Nyu-Yorkda bo'lgan namoyishiga Tayirjon balimiz chiqib qatnashib, bütün Yahudilarninki eppagan qirg'inchilik qarshi namoyishi, etnik qirg'inchilik, milliy qirg'inchilik, genocide 2-Dünya urushidagi dal shu namoyishda bütün Uyg'urning Sharq Turkistonning va Uyg'uristonning bayrog'ini lapildatib, Tayirjon aşağıda 2-Dünya urushidagi namoyish bilan hozirgi 2-Dünya urushidagi qirg'inchilik bilan hozirgi qirg'inchilikni osh namoyish maydonida bütün Amerikaliklarga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida so'zlab keldi. Mana mushundaq dunyodagi barliq aktivistlarimiz, barliq tashkilotlar har qaysi o'z oldiga yomon jiddiy kasalga qaramay faoliyat qilib Uyg'ur masalasini dunyoga ko'tarib chiqyapti. Necha vaqtidan ko'tarib chiqdik. Yanıla mush Amerikaning, dunyoning bizning milliy qirg'inchilik degan vaqtida texmi kuchaytib, xalqimiz hamma yerda faoliyat olib beryapti. Buningga rahmat. Bütün namoyish chiqayotgan dunyoning hamma yerdagi mayli Turkiya bo'lsin, mayli Qozog'iston, Qirg'izistondagi faoliyatlar bo'lsin, mayli Yevropadagi, Amerikadagi, Avstraliyadagi faoliyatlar bo'lsin, hammasidagi jangchilarimiz sizlarga bir ona bo'lish sifatim bilan samimiy salom yo'llayman, oliy ehtirom bildiraman. Biz harakatimizni to'xtatmay etmamiz. Mushuning bilan birga men yana bir qo'shimcha ulashgun dedim. Amerika Uyg'ur masalasi milliy qirg'inchilik dedi. Dünya milliy qirg'inchilik dedi. Endi mushunda degan vaqtida endi biz Prezident Bush, Prezident Trump efendimning boshlabdiman. Prezident Trump efendimning pozitsiya bildirdigini az qoldi deb o'tiramiz. Mushundaq bo'lishi mumkin. Mushning texmi kuchaytirish uchun, texmi mukammal qilish uchun biz qanday qilamiz degan vaqtida biz guvohlikdan o'tamiz. Yana to'xtamay deyman, men guvohlikdan o'tish to'g'riliq o'zimning bolalarimni guvohlikdan o'tkazib sizlarga bir dars berib qo'yaman. Men bamisam yillardan beri istiqlolni yaxshi qildi. Mushu guvohlikdan istiqlolning portlagan sukut degan guvohlikdan o'tishlari ve Abdurrahman deganning Turkiyada Oyisha bilan eppagan guvohlikdan o'tish faoliyatları, Türkiye'deki xalqimiz, Qozog'istondagi, Yevropadagi guvohlikdan o'tgan qarindoshlarimizning masalasi mushu guvohlikdan o'tish bo'libmi, mushu turmudan lagerda yetib chiqqan qizlarimizning, o'g'illarimizning Zumrat, Mehrigul, Ömerbey, Bahargul ve başka qarindoshlarimizning özünün aşağıdaki urug' tuqqanlarining xatirinin ko'ziga qaramay lagerning ishlarini pash qilib bütün dunyoni guvohlikdan o'tirib ko'tarayotganligi uchun bugun milliy qirg'inchilik, genocide degan gap o'tirdan chiqdi. Buni dunyo endi e'tirof qildi. Biz buni texmi kuchaytirish uchun qanday qilamiz deganda yana guvohlikdan o'tamiz. Yana bütün axborotchilarimiz bütün vaqtini, diqqatini sarf qilib 10% adam guvohlikdan o'tgandi. Men o'lishga mushu to'g'riliq so'zladim. 90%laringlar bor. O'lib ketgan tuqqanlaringlar bor. G'oyib bo'lgan tuqqanlaringlar bor. Aloqa qilganlar bor. Turmuga kirib ketganlar bor. Lagerda yetayotganlar bor. Faqat munosabat qilmaganlar bor. Qarindoshlar, oshini chiqib, rasmi bo'lsa rasmini olib chiqib
köktüp turup dаңla. Rasimi bolmasa ismini atap çıkıp dаңla, guvalıqtın ötüңla. Bu qitim qalan 90% xalq agar yani 50% guvalıqtın ötəlaydigan bolsaq, dünya qozğulup ketip vatanimizni qo'limizga olamiz qarindoshlar. Vatanni qo'lga elish, u şuar, bu şuar, u gap, bu gap emas. Mana dunyoning amaliy harakatiga, dunyoning mush Uyg'urlarni qirg'inchilik qildi deganini biz texmi isbotlab berib, nonga qaymoq mayni surtgandek qilib, biz ma ishimizni amalga oshiramiz. Vatanni mustaqil qilishni xohlamisiz? Guvalıqdan o'ting. Voy unda qilibman, etibman, chipibman deganlar guvalıqdan o'ting. Vataningizni ozod qilishni xohlamisiz? Guvalıqdan o'ting. O'zingizning oilasidagilarni yo'qolgan hammasini pash qiling. Mana shu vaqtida butun dunyo yana bir qitim tavrab bu ishning eng jiddiy yagi borganligini ko'rib yetib, ma ish halqiga yetadi qarindoshlar. Shunga mening bu guvalıqdan o'tish degan chaqiriqimning nayti oddiy gap emasligini har bir Uyg'ur qarindoshlarimning tushunishini umid qilaman. Siz bir ailede özünüzün tuqqanlarınızı, yo'qolgan, turmuş kirgen, ölüp ketken tuqqanlarınızı paşqısınız, siz vatandaki 35 milyon xalqni qutuldursiz. Siz muş ailenizdeki azap okubat tutvatqanlarını dünyaga paşqısınız, vatanimiz, ziminimizni Sharq Turkistondan azat qilish uchun jang qilgan bo'lasiz. Siz devatgan jang mushu shu. Shuning uchun men sizlarni namoyish, tashviqlarga taqtish, hükümetlerge lobiçilik qilish, minish, hamma ishni to'liq epirvatsa, ama mush ishni mi texmi eng yuqori pallaga ko'tarishinglarni umid qilaman. Men guvalıqdan o'tib, Xudoyim bursa, o'zim bolalarım, oilam, hammasini so'zlab sizlarga evatime, ashini ko'rib, ashinin qarta, sizlarni ashina o'ssanglar bo'ldi. Turkiyadagi pidakar qizlar, Türkiye'deki aş kambag'al qarindoshlarga yordam qilayotgan, Türk qarindoshlarga Uyg'ur qarindoshlarning o'tirdi ko'riklik ishlayotgan qizlarimiz, Yevropadagi qizlarimiz, o'g'illarimiz, cho'nglarimiz mushu harakatga o'tishinglarni sizlardan o'tinib so'rayman. Quruq WhatsApp'da quruq gapning bizga keragi yo'q. Bizga quruq gap kerak emas. Undaq odammi kerak emas quruq gap qiladigan. Naq mushu Uyg'urning masalasi hal bo'ladigan ishlarni qiladigan odam kerak. Masalan, men to'g'riliq voyandaq bo'ldi va pul bo'ldi va pul yap ketdi Uyg'ur uyining Uyg'urning uyining 350 ming dollar puli nima puli? Ha? Men mush 3 yildan beri men butunlay pulsiz Anidining pulini kesken 3-4 yildan beri, mush 5-6 yildan beri barliq pulni kesken, men yig'adigan pullarning yo'lini kesken, mushundaq bir pulsiz sharoit ostida qanchalik da'vo etdim bilamsiz? Qanchalik pul tepib xajladim bilamsiz? Milyonlarcha pulni tepib men mushuninga da'voni ettiribman. Men 5 tak odamni ishlatyapman. Yerim kunni. 5 tak odamga oylik beryapman. Bu pulni nereden sormoqchi bo'lsangiz, bu pulni nereden topding deb ashni so'rab qo'yinglar. Men mush 3-4 menga berganlar bor. Mening yig'ishimning hojati yo'q. Aş meni qiling davoni deb berayotgan ne qarindoshlarim bor, men ne ishlarni qilyapman, ash pul bilan qilyapman. Bekor qilyapmayman. Shu pullarni nima so'rig'ini qilmaysizlar, nereden olding, nima qilding deb. Shunga quruq gapni oz qilib, WhatsApp'larda talash tortishchilarni oz qilib, amaliy harakat qilib, ommani guvohlik chaqirib, WhatsApp'larda gap qilmoqchi bo'lsangiz, mush guvohlikning ahamiyati to'g'riliq so'zlab, ma dunyoning vaziyatini, siyosatini pishildirib yetildiring. Rahmat, hamma hammanglarga.